Bugun sizlar bilan ustachilik qilamiz, ya'ni shu patalolarimizni oq kraskaga bo'yaymiz. Bir tarafini ukam qilgan, qaraylar ochilganini hozir u ishda, ikkinchi tarafini endi o'zim bitkazishga qaror qildim va ishni birinchi changlarini supurib artishdan boshladim. Uyida qurilish boshlagan yoki remont qilmoqchi bo'lganlar uchun albatta tunikafon xizmati kerak bo'ladi va men bugun sizlarga bu borada ko'p yillik tajribaga ega ishonchli tunikafonchilar ishini ko'rsatmoqchiman. Ustalarimiz 3-bo'limda joylashgan ushbu xonadondagi ishlarini tugatishibdi. Biz bo'lsa natijasini ko'rishga keldik. Shu ko'rib turgan tunikafon xizmatlarini qilishgan uyda egasini fikrini bilamiz. Ukamiz ishlari bizga yoqdi, xizmatidan mamnunmiz, sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Ushbu xonadonda endi ish boshlangan paytda uyni ko'ringlar va bitirgandan keyin natijani qanaqangi zo'r chiqqan. Ustalar o'zimizni madaniyat qishlog'imizdan Paxtaobod, Izboskan, Chuvoma bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Ushbu foydali ma'lumotni uyida qurilish qilayotgan yoki endi boshlamoqchi bo'lgan yaqiningizga yuborib qo'ying. Agar sizga tunikafon xizmati kerak bo'lsa, qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqarasiz. Ustalarimizning Instagrami ham bor, ishlarini o'sha yerdan kuzatsangiz bo'ladi.